قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hükümran bo'lish istikining ishchi yuzi. 12 bob ھەربىي kuch. مىلتىقتىن چىقىدىغان دۇنياۋى ھۆكۈمرانلىق. 3 qism. Xitay armiyasining tuyuqsiz hujumiga qarta qandaq tayyorlik ko'rish haqidagi muhokamalar to'limi yetarsiz. Xitoyning 2013-yili nashr qilingan strategiya shunasliq, ya'ni Shu degan kitobi Xitoyning harbiy tafakkuri haqidagi abida xarakterlik asar deb qaraladi. Mazkur asarda Xitoyning keng ko'lamlik quruqliq ishg'oliga uchrash ehtimolligining to'limi tuvan ekanligi tilga ilinishi bilan bir vaqtda kishini o'yga soladigan tuvandikidek tonish o'ttirg'i qo'yilgan. Huquqni qo'g'dashni maqsad qilgan harbiy harakatlarni elib berish va davlat sirtida cheklik doirada urush qilish ehtimolliqi bargan sir kuchaymoqda. Ya'ni biz duch keladigan eng zo'r urush tahdidi kuchlik raqibning yoshurun urush kuchimizni halok qilib, bizni taslim qilg'izishni maqsad qilgan keng ko'lamlik strategiyalik tuyuqsiz hujumidir. Ko'rilish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan urush tahdidi bo'lsa, dengizdagi cheklik to'qinishdir. Biz tayyorlik qilishga tegishli urush bo'libmi yadro qurollarining tahdidini nazarda tutganda keng ko'lamlik, zo'r darajada markazlashgan cheklik dengiz urushidir. Amerika hukumatidagi nurg'un amaldorlar, harbiy rahbarlar va Xitoy ishlar mutaxassislari, Xitoyning kommunist rahbarlari Amerikaning qanchalik harbiy kuchi borligini biladiganligi uchun Amerikaga hujum qilish ishida aldiraqsonlik qilmaydi deb qaraydi. Bu qarash to'g'ri emas. Amaliyat Xitoyning nurg'un qatim aldiraqsonlik qilganligini isbotladi. Masalan, Xitoy ozodlik armiyasi bir orbitida sun'iy hamroyiga boshqariladigan bomba etib, uni portlatib etishdan tap tortmadi. Bu portlashdan kelgusi necha 10 yilda ham sun'iy hamrolarga, ham odamlik olam uchqunlarga tahdid soladigan, tez suratda harakatlanadigan necha 10 minglagan parchalar shakllandi. Demak, biz uchun muhimi shuki, biz cho'qim Amerikaning kelgusi to'qinishda qandaq urush qiladiganligini va Xitoyni qandaq mag'lub qiladiganligini Xitoyning kommunist rahbarlariga va Xitoy ozodlik armiyasining qo'mondonlariga bildirib qo'yishimiz kerak. Prezident Trumpning kuch orqali tinchlikni kafolatlantirish siyosati dal mushuni maqsad qilgan. Tövəndikisi Mərvayit porti hücumu tipidagi yer shar miqyosidagi boshqariladigan bomba hujumini o'z ichiga olgan kelgusi urushda Xitoy Xalq Jumhuriyatini mag'lub qilish uchun loyihalangan an'anaviy urush planining qisqacha mazmunidir. Mazkur qaytarma hujum yoki oldin hujum qilish plani Dаңлıq Xitoy ishlar mutaxassisi Michael Pillsbury'ning dokladini asos qilgan. U 2012-yili Xitoy rahbarlarining 6 vahimsini, ya'ni Xitoyning kelgusi urushda raqibi tarafidan foydalanishi mumkin bo'lgan strategiyalik ojizliklarni o'ttirg'a qo'ygan edi. Michael Pillsbury Amerika Davlat Mudofaa Universiteti uchun tayyorlagan bu doklad 5 burchaklik binoning nazariyalik baholash ishxonasi uchun elib berilgan maxfiy tadqiqotning texnik kengaytirilgan oshkor nusxasidir. Xitoyning 16 vahimasi tuvandagilardan iborat. Birinchi, Yaponiyadan Janubiy Xitoy dengizigacha so'zilgan ikki orol zanjir orasiga qapsilib qilish vahimasi. Ikkinchi, dengiz boyliqlarini boshqa davlatlarga tortqizib qo'yish vahimasi.
bu Xitoy Azadlıq armiyasының dengiz armiyasını күчләндірүшідегі қозғатқыч амыл. Üçüncü, dengiz aloqa liniyasының, bo'libmi neft importida jon tomir hisoblanadigan O'rta Sharq neft liniyasining to'silib qilish vahimasi. Xitoyning o'z zamonida zo'r miqdorda neft zapasi bo'lmag'achqa, neft va tabiiy gaz importining uzilib qilishi ularga nihoyat og'ir ta'sir ko'rsatdi. 4. Quruqlikdan hujum qilinish yoki ziminining parchalanib ketish vahimasi. Tadqiqotlarda ko'rsatilganidek, Xitoyning barliq hərbiy rayonlari osonla quruqliq qismlarining hujumiga uchrashi mumkin. 5. Shimolda Rossiya bilan chegaralanadigan rayonlardagi Beijing hərbiy rayonini o'z ichiga olgan 3 hərbiy rayonning ojizligini manba qilgan bronik hujumi va parashutchi qismning hujumlariga uchrash vahimasi. 6. Ichki qismdagi muqimsizlik, parakandichilik, ichki urush yoki terrorizm vahimasi. Xitoyning Sharq Turkistondagi 1 milliondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlariga solib olganligi va Tibetdagi boshqarishni izchil davomlashtirishi mushu xil vahimaning mahsulidir. 7. Ya'ni Sharq Turkiston qatorliq joylardan neft va tabiiy gazlarni talon-taroj qilishda ishlatiladigan yer osti turbilariga hujum qilinish vahimasi. Buni Xitoyning energiya yetkazish turbilarini qo'g'dash jihatdagi nurg'un harbiy manevrlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. 8. Aviamatkaning hujumiga uchrash vahimasi. Buning Xitoyning Amerikaning aviamatkalarni cho'ktirib etishni maqsad qilgan DF-21D va DF-26 tiplik parxodga qarshi boshqariladigan bombalarni taraqqiy qildirishidan aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. 9. Keng ko'lamlik havo hujumi vahimasi. Xitoy bu sabablik 2004 yildan boshlab ilg'or kurashchi aeroplanlarni va aeroplandan mudofialanish sistemalarini yasashga boshlagan. 16. Tayvan mustaqilligi vahimasi. Tayvanning mustaqilligi xalqaroda e'tirof qilingan taqdirda Xitoy buni o'z hokimiyatining qonuniyligini xunuklashtiradi deb qaraydi. Shundaqla Xitoy Azadlıq armiyasi Tayvanning, ya'ni Amerika tarafidan g'oyat zo'r aviamatka sifatida foydalanishni o'zi uchun g'oyat zo'r xirs deb biladi. 11. Xitoy Azadlıq armiyasining Tayvanni azod qilgudak qo'shin o'rinlashtira olmaslik vahimasi. Xitoyning sudimi quruqliqda harakat qila oladigan jang aslahalarini taraqqiy qildirishidan, elektronlik urush tayyorligidan va zo'r miqdorlarda boshqariladigan bomba saplangan chorlig'uchi parxodlarni o'rinlashtirishidan bu xil vahimani aniq his qilg'ili bo'ladi. 12. Strategiyalik boshqariladigan bomba qismlarining zarbador atrat kashili stansiyasi va dal tegadigan bomba qatorliqlarning hujumiga uchrash vahimasi. Xitoy bu jihatda boshqariladigan bomba qismlarini alayda qismdan havo hujumidan va tor hujumidan qo'g'dash manevrlarini qilyotidi. 13. Krizislarning Xitoy tizginlayolmaydigan darajada avj elib ketish vahimasi. Xitoyning hərbiy qalamkashlari o'z asarlarida bu haqdagi andishlarini ifodalamoqda. 14. Tor va uchur hujumiga uchrash vahimasi. Buningga Xitoy Azadlıq armiyasining tor mudofaa iqtidorining ojizligi va internetning Xitoy xalqini hokimiyatga qarshi kuch kiritish uchun ishlatilish mumkinchiligi sabab bo'lgan. 15. Xitoyning sun'iy amroqqa qarshi turish iqtidorining
hujumga uchrash vahimasi. Xitoy ozodlik armiyasi bu bizning mangu oshkorlamasligi kerak bo'lgan maxfiy qurolimiz. Biz kelgusida Amerika bilan tutishib qolgan taqdirda Amerika bizning sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bombalarimizga va uning yordamchi sistemalariga hujum qiladi deb qaraydi. 16 rayondagi Hindiston, Yaponiya va Rossiyadagi qo'shnilar bo'lgan vahima. Xitoy o'zining dushman kuchlarning qo'rshovida qilishidan ansiraydi. 100 yillik marafon degan kitobning avtori Michael Pillsbury mundaq deydi. Bu vahimalar markazlik va nihoyatda keng doirlik. Bularning hammasi Xitoyning Amerika siyosatiga qaytargan inkosiga ta'sir ko'rsatadi. Shundaqla Amerikaning siyosat belgilguvchilari Xitoyga qarta qaysi strategiyaning bakrak unumi bo'ladiganligini belgilashda bu omillarni nazarda tutish kerak. Amerikaning Xitoyga qaratgan nazariyaviy urush planlaridan biri 0689 urush plani deb atalgan. Bu son Xitoy armiyasi 1989 yili 6 oyda Beijingdagi Tiananmen maydonida qo'lida to'mirning sunuqi yo'q namoyishchilarni bostirgan vaqtga udil keladi. Nishon hech qanday shapsiz, tuyuqsiz hujum orqali Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatini taslim bo'lishga majburlash. Buningdagi mudofaa hərbiy hujum orqali, shundaqli bevosita yoki vositaliq boshqa harakatlar orqali hokimiyat beshidagi Xitoy Kompartiyasining 4 kuch markazini, ya'ni atoqli huquq markazini ko'zdan yo'qotishdir. Bu markazlar tovandikicha. Birinchi, Xitoy Kompartiyasining oliy rahbarlik qatlami. Bo'libmi 5 dan 11 gacha a'zodan tarkib topgan Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarining rahbarligidagi doimiy komitet siyosiy byurosi degan nom bilan tonilgan Xitoy Kompartiyasining kollektiv diktatorlik apparati. Ikkinchi, Xitoy ozodlik armiyasining oliy rahbarlik qatlami, bo'libmi markaziy hərbiy komitetining rahbarlari. Xitoyning markaziy hərbiy komitet Xitoy armiyasini kontrol qiladigan bo'lib, Xitoyning eng huquqli organidir. Uchinchi, Xitoy ozodlik armiyasining dengiz armiyasi va raketachi qismlari. To'rtinchi, Xitoyning o'rta, sharq va g'arbiy Tinch okean bilan bo'lgan dengiz aloqa liniyasini qamal qilish. Ssenariy. Xitoy ozodlik armiyasi markaziy hərbiy komitetining buyrug'iga binoan ballistik va chorlag'uchi boshqarilgan bombalarni tang ishlatib, Amerikaning necha o'nlagan urush parxodiga tuyuqsiz hujum qiladi. Buningga qaytarilgan inkos sifatida prezident Amerika armiyasining an'anaviy urush plani bo'lgan 0689 urush planini ijro qilishga huquq berdi. 0689 urush planining birinchi bosqichi Xitoyning hujumidan keyinla Amerika dengiz armiyasi aviamatka hujum gruppasining yerimini boshqariladigan bomba saplangan urush parxodlari va suv osti parxodlarining 3 dan 2sini Hindi okeanga, Janubiy Xitoy dengiziga va G'arbiy Tinch okeanga o'rinlashtirib olgudak vaqt o'tish uchun diplomatik tadbirlar darhol ishga solindi. Bu, ya'ni Xitoyning atrofidagi rayonlarga yetkaziladigan parxodlar, boshqariladigan bomba saplangan har biri Ay palta nomliq boshqariladigan bombadan 154 ni qo'yib beralaydigan 4 dona Ohio darajalik yadro suv osti parxodining 3ni o'z ichiga oladi. Dengiz armiyasining 5 aviamatka hujum gruppasi va F-35 o'ttir atirti Xitoyga yaqin joyga o'rinlashtiriladi.
3 uçluq nayza tipliq yadro boshqariladigan bomba səpləngan Ohiyo dərəcəlik su astı parxodidan 5-i Hindi okeanga və Ғərbi Tinch okeanga o'rinlashtiriladi. Bu o'rinlashtirishlar mazkur harakat qurolliq təhdid sübtidagi strategiyalik şəbə berish harakatidir degan shaklda taratqularga oshkorlandi. Bunda qilishdagi maqsad 06-89 urush planining yadro urushiga aylanib qolishining oldini olishdir. Nurg'un istixborot tahlilchilari Xitoy bilan Amerika Xitoy territoriyasiga qilingan hujumlarni o'z ichiga olgan umumyuzlik urush qilib qolsa, Xitoy darhol yadro qurollarini ishga soladi deb faraz qilishmoqda. Bu bosqichda Amerika istixborot tarmoqlari nishon tizimligini yangilash va muayyanlashtirish orqali Amerika armiyasining nishonlash ishlariga yordam qiladi. Bu tizimlik Xitoyning siyosiy va harbiy rahbarlarining salohiyati va turayotgan o'rni. Xitoy ozodlik armiyasining bizga belingan yer osti, yer usti bazalaridagi harakatchan qo'yib bergishdan qo'yib beriladigan o'ttir musofiliq, yiroq musofiliq va qit'alar aro boshqariladigan bombalarning o'rni. Shundaqla Xitoy ozodlik armiyasining ozodlik suv yuzi va suv osti parxodlarining o'rni qatorliqlarni, ya'ni bu jarayondagi uchur urushi Amerikaning harbiy hujumi boshlangandan keyin Tayvan bilan hamkorlashib, uning rasmiy mustaqilligini jakarlash, shundaqla Sharq Turkiston, Ichki Mong'oliya va Tibet qatorliq rayonlardagi yerlik xalqni qo'zg'alon ko'tarishga kuch kiritish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni mavjud hokimiyat ag'dirilgandan keyin o'rinbosar hukumat tashkillaydigan amaldorlarga zaxmi yetkazib qo'yishdan saqlanish uchun nishonlash davomida Xitoy Kompartiyasi va Xitoy ozodlik armiyasidagi islohot parvar rahbarlarning salohiyati aniqlab chiqiladi. Ko'plagan alayda harakat qismlari elektr stansiyalarini faollashtirirish va Xitoy Kompartiyasining Xitoy ozodlik armiyasining rahbarlariga bevosita harakat qo'llanish uchun Xitoyga kirgiziladi. Zarbador atrofmo har vaqt to'r va uchur urushi qo'zg'ashga tayyor turdi. Yaponiya, Guam oroli va Okinawa qatorliq joylarning boshqariladigan bomba hujumiga uchrash mumkinchiligini nazarda tutib, Xitoyning atrofidagi halqiliq joylardagi havodan mudofialanish qurollari ko'paytirildi. Ikkinchi bosqich Amerikaning rasmiy hujumi Xitoy Kompartiyasi doimiy komitet siyosiy byurosi va markaziy harbiy komitet Amerikaning diplomatik tashabbusini muzokara qilish uchun yig'in echayotganda boshlanadi. Yig'in avvalgidekla Jonanxayda echiladi. Shundaqli qoidaga binoan a'zolar yig'inga telefon yoki to'r orqali emas, birdak naq maydonda qatnashmasi bo'lmaydi. Xitoy rahbarlari yig'in echishni boshlagandan keyin Amerika prezidenti Xitoy Kompartiyasining va Xitoy ozodlik armiyasining rahbarlarining cho'qim darhol istifa berishi kerakligini, bo'lmasa hammaning o'ltirildiganligini jakarlaydi. Prezidentning jakardan keyinla Xitoy rahbarlari yer osti maxfiy temir yo'li orqali Beijingning sirtidagi bexatar G'arbi tog' qo'mondonlik markaziga qochishga boshlaydi. Urushdagi eng dastlabki bombardimon qilish harakatida B2 tipliq bombardimonchi aeroplan Jonanxayga, G'arbi tog' yer osti qo'mondonlik markaziga va shu ikkisining orasidagi joylarga GBU 28 tipliq lazer nur orqali yo'l boshlanadigan yer teshar bomba bilan GBU 37 tipliq GPS orqali yo'l boshlanadigan yer teshar bomba tashlaydi.
3-chi basqıch. Şuningga әгішіпла Xitay rəhbərlərini yo'qotish harakatining bir qismi sübtida dengizdan va havodan necha o'nlagan boshqariladigan bomba va odatdagi bomba ishiltiladi. Xitoy chegarasi ichidagi alayda qismlar halqiliq aloqa tugillariga singib kirdi va uningga buzg'unchilik qiladi. Amerikaning zodi qayerdan hujum qilayotganligi jihatda Xitoy rahbarlarini, qo'mondonlarni qaymoqtirish uchun ko'z bo'yamchilik qilinadi. Ondan Amerikaning urush aeroplanlari va urush parxodlari Xitoyning Liaoning nomli aviamatkasini parxodga qarshi uzoq musofirlik boshqariladigan bomba saplangan tunchi yerlik aviamatkasini va beliq orisi tipliq parxodga qarshi boshqarilgan bombalarni o'z ichiga olgan dengiz armiyasiga keng ko'lamda hujum qo'zg'aydi. Buningdan maqsad Xitoyning shimolidan Janubiy Xitoy dengizidagi Xaynan orlig'icha bo'lgan Oraldagi dengiz bo'ylaridagi 32 dengiz armiya bazasi va portlarga joylashgan yuzlagan Xitoy urush parxodlarini cho'ktirib etishdir. Aypaltı nomli boshqariladigan bomba saplangan Ohio darajalik suv osti parxodlari va Virginia darajalik dengiz bo'risi darajalik Los Angeles darajalik hujumchi yer osti parxodlari Xitoy ozodlik armiyasining yo'tkilishchan boshqariladigan bombalar o'rinlashtirilgan 22 raketa qismlari bazasiga tangli boshqariladigan bomba hujum qo'zg'aydi. Xitoyning havodan mudofialanish bazalariga Aypaltı nomli boshqariladigan bombalar etiladi. Hujumchi suv osti parxodlari yana Xitoy ozodlik armiyasining suv osti parxodi flotini vayron qiladi. Xitoyning bu floti asosan ilg'or dengiz armiya hujumchi suv osti parxodlaridan va suv osti parxodlariga qarshi boshqa urush qurollaridan o'zini qo'g'day olmaydi. F-22 kurashchi aeroplani Xitoyning Sharq Turkistondagi shundaqli g'arbiy va markaziy Xitoy rayonidagi olam bo'shliqi urushi mutaxassislariga yiroq musofirlik zarbi berdi. Buningdagi modda Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba yoki lazer qurollari orqali Amerikaning orbitidagi sun'iy hamrohlarga hujum qilishining oldini olishdir. Xitoyning havo armiyasiga taqobil turishda havodan havoga qartilgan boshqariladigan bomba saplangan F-35 tipliq radarga tushmas aeroplanlari orqali Xitoyning J-20 va boshqa kurashchi aeroplanlari etib tushiriladi va Xitoyning havo mudofaa bazalari vayron qilinadi. Dengiz liniyasini qamal qilish harakatida Hindi okeanga, Janubiy Xitoy dengiziga, Sharq Xitoy dengiziga va Sharq-Shimol Tinch okeanga o'rinlashtirilgan boshqariladigan bomba saplangan necha o'nlagan urush parxodlari Xitoy neft parxodlarining Xitoy portlariga yetib berishini to'sidi. Dengiz armiyasining va havo armiyasining kurashchi aeroplanlari va boshqariladigan bombalar orqali Xitoy ozodlik armiyasining hərbiy əsləyələri qo'lga tushirildi. Xitoy Amerikaga hujum qilgan ahvolda ondan yuqorqidek shaklda qaytarma hujum qilinadi. Bu yerda Amerikaning hərbiy harakat planini qisqacha bayon qilishdagi maqsad Xitoy rahbarlariga Amerika bilan hərbiy jihatda to'qinishgan taqdirda o'zining eng qimmatli narsasidan, ya'ni 1 milliard 200 million Xitoy xalqiga bo'lgan hokim mutlaq hükümranlığıdan ayrılıp qaladıganligini bildirib qo'yishdir. Davamı var. Mənbə Uyğurlar tor ژورنىلىنىڭ 13-ci sanidən ئېلىندى. İngilisçidən tərcüm qilğۇچى ھېكمەتيار İbrahim, ئەنۋەر قاراقۇرۇم.